2 etaj joyimiz Kaptan'da yeri bilan zudlik bilan sotiladi. Zo'r lokasiyada katta yo'lni bo'yinda, 80 trassa yo'lni bo'yinda bo'ladi. Sal arakrakda 622 zapravka 1 kilometr arakrakda. Xo'p, sal arakrakda 500 metr arakda toza maktab qurildi, 77-maktab. Zo'r lokasiya, zo'r yerda zudlik bilan 2 etaj joyimiz Kaptan'da yeri bilan. Gap bo'lishi mumkin emas. Shikolat bo'ladi, o'zim shikolat yerda joylashgan, bahasi ham shikolat bo'ladi. Benden chiroyli obzor sizlardan krasavchini like qiladi. Assalomu alaykum, sizlar hurmatli obunachilarim, sog'mi-salomatmisiz? To'rtko'l tumani 80 trassa yo'lni bo'yida zudlik bilan 2 etaj joyi Kaptan'da yeri bilan zudlik bilan sotiladi. Xo'p, yaqinda endi trotuar tushadi, oldindan yana trotuar tushadi. Bella bilasizlar, dvijeniya to'xtamaydi yo'l. Bella xatori bilan yana tex nelar qurilgan do'konlar shunday biznes mo'ljallangan bella yana xator bilan. O'zining addining mini shiti bor yana. Mini shiti bor dinni o'zini. Endi bera eldina go'misha ruxsati bor. Xatori bilan yana. Eldina go'misha ruxsat bor ko'pda, eldi katta. Nas plashatkisi katta eldina. Polni go'mib biladi hammasini. Ruxsati bor. Xo'p, uy tayyor, yashash uchun tayyor joyi. 2 etaj joyi. Shu Go'k zabordan, chetini Go'k zabordan bu joy edin. Eldi. Taxminan 48-50 metr eldi shunday. Chiroyli obzor bor sizlardan, xudo xolasa, chiroysidan like bo'ladi. Hozir men sizlarga pnevmatni tanishtirib o'tayin. Pnevmat quyilib turibdi, tayyor pnevmat. Bir de no box'dan asasangiz ham tayyor turibdi yana. 30 metr pnevmat quyilib turibdi. Dokument 100% toza, notarsasini bering. Joyi tayyor, yashash uchun tayyor. Yana gazi, sveti hamma narsasi kelib turibdi. Suv bormi bu yerda? Suvlardan ama. Maşallah, gap bo'lishi mumkin emas. Kızık yeri ezedi, bütün katkanını göreyim, oturarsan kala. Yol bozulmaydı bir yerde. Bir de yashash uchun tayyor joyi, Kaptanlar biznes, do'kon, magazin, no salomini aytsangiz ham tayyor turibdi. Elda go'mir, plashatka katta bo'ladi. Xo'p, yana sveti addining o'zina katta mini shit qurilib turibdi. Gazi kelib turibdi. Gaz belada bilasizlar o'chmaydi. Yana bahosini ham bir shikoyat etib beramiz, xudo xolasa yana. To'rtko'l tumani 80 trassa yo'lni bo'yi, xudo xolasa. Xo'p, bismillah, joydan kiramiz. Yana tayyor uchun yashash uchun tayyor. Giraverishda umanlik bor yana, qo'l yo'q. Yana pulni hammalari tayyor turibdi. Xo'p, endi bu yerda yana katta mehmonxonasi bor. Xo'p, noz qoladi, noz ketadi, hozir aytaman. Kondisioner qoladi. Xo'p, birdan televizori ketadi. Qon hamma narsasi qoladi. Dushaylari, parda hamma narsasi qoladi. Katta mehmonxonasi bor, chiroyli qilib ishlangan, lustralar qo'yilib yana. Inshaalloh. Xo'p, bu yerga kiramiz. Bu yerdan shu chap tarafda kuxniyani. Kuxnisi ham bir ham hamma narsa qoladi. Kelib yashab ketaverasiz bir dena. Polni hamma narsasi qoladi, xudo xolasa. Xo'p, bismillah. Hatta kir mashina, o'sha bir kir mashina ketadi, birdan tez bilan kir mashina ketadi. Bo'ldi. Mida yana sanuzeli banisini. Suv gap turibdi polni. Xo'p, mida spalnisi bor. Kichkinagina bir chiroyli spalni bor yana. Spalni bir ham hamma narsa qoladi shuni. Ichib turgan bo'lsa shunday qoladi, xudo xolasa. Xo'p, inshaalloh. Pipi. 2 etaj bir. Ikkinchi etajni ham ko'rsataman, xudo xolasa. Birinchi etaj polni remontlangan oboy bilan ko'rdinglar. Endi ikkinchi etajni hamma narsasi tayyor turibdi. Kelib yashab ketib, Kaptandan nosasangiz ham bo'ladi. Bu ikkinchi qavati bo'ladi endi. Ikkinchi etajini, ikkinchi etajni aytib, hali remont ishlanmagan, lekin pol ishlangan, patolog ishlanmagan. Endi katta bino xonasi bor. Katta zal bo'linmaganda ishini turibdi endi. Bu ikkinchi qavati bu. Xo'p, endi charog'ini ham bir ko'rsatib beraman, xudo xolasa. Maşallah. Sveti gaz ham men sizga gap turibdi. Xo'p, charog'i yana bu ish yerda yana. Joydan belki bir 5 metrmi shunday. 5-6 metr. Bu yerdan yana bir menga qo'shib yana bir zal salsangiz ham bo'ladi Kaptandan. Ya bir aytgandek, bir tex box etsangiz ham bo'ladi. Men bir kichiklar doğgan. Uyda qara bolalarga endi. Ya kichiklar doğgan. Issa qizib ketdi. Xo'p. Endi mana bakını ham chiqarib ko'rsating yer maydonini. Xo'p, o'lmas. Bu joy ham zo'r, yashash uchun tayyor. Shikolat dedinglar. Kaptanda yer ham bor dedinglar buni yana. Bunday tayyor. Sotkina keladigan bo'lsak, dokumentda noturar 5,5 sotik dokumentda yana shuni tayyor turibdi. Endi go'miladi. Yana savol javob bo'lib o'tirmasin. Biz yekachagan gömülmeydi deb ruxsat alınıp turibdi gömülishini. Elde gömüladi. Chunki patriatına gömülüp ketib hammasini. Eldidan trotuar tushadi. Katta yo'l, trassa yo'lini bo'yi 622 zapravka 1 km yaraqroqda ishida. Unda 77-maktab qurildi, 500 metrga. Ko'rinib turibdi maktab zabori. Ishindi. Endi bular Bolchiqda aytadi belli.
İnşallah tayar yerler bilen cay, kaptanın işi yeri bilen. Hop, ölmez. Bunu bakasınca son buladı. Geliştir berin desenler. Bakasın 69.000 dolar aytamız. Bilese aytılgan baka satılmadı. Gelişip kaytıp beremiz. 69.000 baka aytamız. Kim alaman dese 69.000 dolardan kaytıp gelişip beremiz inşallah. Aladı ondan gelsin. Şapatını vursun. Kuda kalasa şunu kişiyor inşallah yine. Gap burşun gelsin. Planlap salgalla birden tek salasmı, klinike salasmı. Kuda kalasa ne olsasanız ham, ne iş başlasanız ham açılışında birinci reklaması üzərimizdə inşallah. İnşallah biz isbatını üzərimizdə reklam etib beremiz. Ne iş etseniz ham birinci reklaması üzərimizdə. Açılış berəsiz ki, məsələn şurada bir katta zdaniya salasınız. Ne iş etseniz ham açılışı üzərimizdən kuda kalasa. Həsən nömrələrini qaldıramaq, kuda kalasa kim alaman desən bir mal nömrələri bağlananla inşallah gəlişdirib qayıtıb beremiz. Birinci telefon etken inşallah Səhələ narxat bərəmdir inşallah. Gəp bu işin gəlməsin, hə? Yolunu bu, dirijinə toxtam idi. Birəsilə xatarı bilən, texla salınğan, muikilər salınğan. İndi birdən alasanız, sammoşasanız var. Çünki plaşat kiskətdə birini. İndi bir də zikaş var. Suyu, nəyə getə verədim bunu? Zikaşa getə verədi. Kanalizasiya qazdırır bilmiş. Şimdi suyu şimdi getə verədi. Qayta işləb durarız suyunu. Çünki biri əldən nə kullanır? Kətdə, sammoş salamanda sənizdən kurayı yer. Bir də 4-5 dənə sammoş yeri. Bağınız cay, əldiniz kətdə. Ne iş etseniz yaşap durup yaşap ne iş etseniz şu çəli çotki lakasya karoçi saysam. Bası beraber yine. Hatarı bilen şimdi biziz. Millet nevlet tadbirkarlar vereceğin sakodan 77. mektep. Yine 500 metreden çıkmaya gelmiş 100 metreden ki. Yine mektep. Yine şimdi mektep bir adım kana. Trotuar kuruladı. Mektep bir adım kana yine. Kuda kalasa çəli avzor attım da volüme inşallah. Sağ olasın, aman olasın. Videolarımıza like basıp inşallah paylaşırlar oturasılar. Şimdi faydalı menfaat videolarını sizler için çıkartıp barayım inşallah.